Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalımızda Qaynam örkişi, Çalı tekken oq, Manas daryasından qaytish, Anjambay, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq edir, Türmə xatirlari, Mahbus ruhlar, Tarixiy tezkira asar İdiqut oğlanları Moyitilar cemaati, G'ani Batur, Eli dolqunlari, Bayavandaki Gülxan qatarlıq romanlar, Sabit Damulamның qısqacha tərcümali, Xo'janiyaz hojining ish faoliyatlari, shundoqla shoir Toyir Talib bilan Ro'zi Saidning O'ylanivol nomli mushoirasi, Abdurahim O'tkirning Tova deyman Tova degan she'ri qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglashingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, boshqa do'stlarga va to'plarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Әмді аңлайдығыныңлар, Шинжан Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan tarixi roman Bayavandakı Gülxan, avtori G'ulam Ömər. Birinci qism. Birinci. Beg'ishlama. Dala və ormanda, tağda çöllərdə karvanның tushkuni o'tanlari bor. Harorat nur uchun yiqishib Gülxan, shu yerda dam olar tunar karvonlar. Karvonlar bu yerdan ketganda uzab, çöllerini yorutup kalıdı Gülxan. Çerislap öçüdü yalquni asta, qariyip bir gevde boludu orman. Çoğlarının yüzini tosar külperde, şu yosun ötüdü yana bir zaman. Ya çoğ bar, çoğ össe külde sıkı, salqınlar yelpise pilildap şu an. Başqalar bu yerge basqanda ayaq, boludu kül izi ularga nişan. Ahirki çoğlarını tepip küllerden, keyinki karvanlar yoqidi Gulxan. Kishilar manga, agar sen tatliq uxlayotgan qulni ko'rganingda, uni hargiz o'yg'otma, balkim u erkinlikni tushayotgandir, deydi. Men ularga, agar sizlar tatliq uxlayotgan qulni ko'rsanglar, uyg'otib, erkinlik haqida so'zlab beringlar, deyman. Xi Jibran, yosh va kulka. Haqiqat yo'lida izlanish haqiqatga ega bo'lishdan qimmatlik. Lessing, nemis faylasufi, 1729 yildan 1781 yilgacha. Hayotning maqsadi hayotdanmi yuksak bo'lgan narsani qo'g'lashdir. Xi Jibran. Mayli she'r, mayli g'azal, bomba va bayroq. G'azalchining muddaosi sinfni o'yg'otmoq. Mayakovskiy. Birinchi qism. Subhi. Yaxshi so'z va kechirish keyin aziyat yetkazadigan sadiqadan afzal. Qur'on Karim, Sura Baqara, 263 oyat. Dunyoning qiziqi nimadaligini bilamsan? Xushchaqchaq bo'lishda, hatto ish o'ngidan kelmagan taqdirdami xushchaqchaq bo'lishda. V. Giyoti. Kulka kuchliklik alomati bo'libla qolmay, balki kuchliklikning o'zidir. A. Luna Chariski. Xushchaqchaq kishining bugunimi, atisimi quvnoq o'tidi. Li Ni Tolstoy. Birinchi bob. Birinchi. Bo'g'izning salqini esatdi. Bu salqin baharning elchisidek yiqimliq, allaqandoq puroqlarni o'zi bilan ilib yuratdi. Bu puroqda yaqin kechmishning xotirlarini qo'zg'atadigan nimadir yoshiringandek qiladi. Zimiston qish mahrum qilgan shu narsa pat yaqinda hayotga qayta kirib keladiganligining bishorati qistirilgan salqinning sovuqi ana shu sababdanmikin bak his qilinmaydi. Aksicha uning texmi bir oz bilinarlik urilishini ko'ngil istaganday qiladi. Qalblar o'ziga tonish, ammo yanala nimliki butunlay aniq bo'lmagan chala tonish allanimaga aldiraydi. Bo'g'izdan sharqqa va sharqdan o'ng qo'lni besib, yalpigich shakllik ta g'arbiy janubgacha beqilganida qadimiy yurt otush olqandikidakla ko'rinib turadi. Hozir texi dal daraxtlar yo'pirmoq chiqarib qarong'ulashishga ulgurmagachga hech bir yurt o'rmonlar quchqiga yoshirinmagan, har birini ochiq ilg'a qilg'udek holda edi. Agar so'l tarafdagi parcha tog' deb atalgan hech bir tog' tizmasiga chetilmagan sun'iy dövlab qo'yilgandek edirning ustiga chiqib qarasigu hamma yer bir patnus ustidagidekla ta meydin qumsig'igacha otishdiki qumaltog' bo'ylab joylashgan ikki yiza, biri ang g'arbda, biri ang sharqda farq qilarliq ko'rinadi. O'ng tarafdagi tog'ning bo'g'iz tarafi
Qadimiy afsonalarda zikri qilinadigan bahaybat palvonlarning qilichida birla chepish bilan kesib tushirilgandek tik to sayning yuzigacha tushsa, janub yuzi ishtachi yezisi tarafga tadrijiy pastlab borgan yontuluq, g'arbiy bo'lsa ajdahorning dumbasidek ustin otish tarafga so'ylab ketadi. Qadimki ajdodlar balki bo'g'izdagi mushu egizlikdan tuvanga yurtlar joylashgan vodiga boqqan va tabiiy aloyidlikka ko'ra bu yurtlarni ikki cho'ng sug'urish rayoniga ayirgan bo'lsa kerak. O'ng qo'l tarafdagisi o'ng eriq, so'l tarafdagisi so'l eriq deb atalgan bu ikki rayon zamonlarning o'tishi bilan fonetik o'zgarishlarni boshdan kechirib, o'ng eriq o'ngruq, so'l eriq sho'ruq degan yurt ismlariga aylanib ketgan bo'lsa kerak. Ammo hozirgacha bo'g'izdan eqib chiqqan suv ikki asosiy bo'lakka bo'linishdek an'ana davom qilib kelmoqda. Bahor dal daraxtlarning yangi shoxlariga birinchi astar bo'yiqini berishga boshlaganligi bilinib turadi. Qadimdan davomlashib kelayotgan No'ruz bayramining yaqinlashib kelayotgan bo'lishiga qaramay, No'ruz harpisining kayfiyati bilinmaydi. Tabiatdagi uyg'onish va jonlanishga uyg'un insonlar kayfiyatidami jonlanish, shodlik tug'diradigan, hayajon qo'zg'aydigan No'ruzning jimjit, sadosiz bir bichimda kelishi va ketishi kutiladi. Chunki bir necha yildan beri oyog'i uzilmagan yig'iliqlar hayotni izdan chiqargan, odamlarning hayot halakchiligi bilan bayram tantanasi surgidek hapsilisini qo'ymagan edi. Ba'zi alomatlarga diqqat qilgan bilarmanlarning deyishicha, yig'iliqlar asosan besilib qolganmish. Yengishar Yengsar atrofida bir oz to'qinishning davom qilayotganini hisobga olmaganda, falokatlar o'tib ketgandek qilarmish. Bu to'qinishlarmi Tunganlar bilan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati askarlari orasida bazlashib olgan shaklda bir xilda davom qilayotadi. Hech bir tarafda ilgarilash, yengilish bo'lmayotadi. Gerçi bu taraflar tinchib qolgandek qilsa-mu, ancha yiroq bo'lmagan qo'shni shaharda atmosferaga tutab turgan puruq hidi yurigaldi bo'lib ketgan xalqni xotirjam qilmaydi. Tabiatning buning bilan nemishi, u o'zining qonuniyatli qadamini besib kelmoqda edi. Har giyani o'z rangida bo'yashga, tuproqni yumshtib, uningdan to'pa hidi o'rlatishga, qishicha o'lik bir tarzda uyib qolgan har narsada hayotlik qimiltisi paydo qilib, hamma narsaning xos puroqlari birlashmasidan umumiy bahor atmosferasi hosil qilishga davom qilmoqda edi. O'lmagan jonda umid bor degandek, yana yig'iliqlardan eshib qolsak, jahon lozim bo'ladi emasmi deganga ishongan odamlar ko'ngilsizroq midirlasimi, har holda bahorning ishlari bilan mashg'ul bo'lishadi. Ko'chat tikatdi. Etiz eriqning hozirlik ishlarini boshlayotgan edi. Postak to'pilari yumshab, yangibashdan chingishga boshlagan yeza yo'llarida xuddi bahordakla insonlar jamiyatining balosi, qazosi bilan ishi yo'q. G'amsiz holda o'z ko'ngil xohishini ifodalashdan cheklanmaydigan bolalar, xushal qiyoqaslari, so'gat tallaridan chiqarilgan but-butlarining tom inchka ovozlari bilan mahallani to'ldirmoqda edi. Bahar agar zuvonga kelsa, jazman bu kichik bangboshlarni so'yib qolganligini bayon qilgan bo'ladi. Ularning o'z falsafasiga ko'ra, harakat qilish xususiyati o'z mantiqisi bilan yashash alohidligini o'ziga o'xshatib, ularga yaqinlik izhor qilgan bo'ladi. Ba'zi bolalar hatto yig'iliqlarning ilgarisidagidek No'ruz tayyorligida bo'lib, mo'llikisiga No'ruzlik yozdiribmi yuradi. Kashkidi bularni o'qig'idek fursat, so'rin, imkon bo'lsa, Alloh shuniga nisb etarmikin, bolalarni No'ruz qo'shoqlari o'qishga, sayga yoki jamoatlarga yig'ilib, har xil o'yinlarni ko'rishga. Jamoatlar Atishning Taxtixon yezisi bilan Bo'ztog' orasidagi yanto ketgan sayliq, hozirgi Urumchi Qashqar tashyo'li bo'yi. Bu yerga shu nomli bir mozor joylashganligi uchun shundoq atalgan. Ikkinchi, balalarning sabiy qalbidan mikro to'lqindek taralgan, til bilan ifodalanmagan tilaklarni Alloh ijobat qilgandek ish bo'ldi. Ularning mo'llikisi yoki xalfatlariga yozdirib olgan biror kuplet no'ruzliklarini o'qishiga, tang tushlari bilan chilishga tushishiga fursat bo'lishi bilingili turdi.
Say boylarida No'ruzning harpa oqshimi vaqtliq o'choqlar yasalib, atiki jamoat to'plangan fursatda bir oz tapovat qilishni niyat qilgan bozorliqlarning hozirlik harakatidan xabarlar kelishga boshladi. Bo'ztog' bag'rida jamoatlar atrofidami bundoq bishoratlarni bor deyishatdi. Nizomiddinning bolalari bu xabarni o'qishi bilanla uyiga chepishdi. Ular bir necha kundan berila dadisiga No'ruz saylisi uchun sayga elib berish haqida yelinib yuratdi. Bundaq bir to'planishdan umidi bo'lmagan Nizomiddin bo'lsa, umidsiz tutum ifoda qiladi. Shuning uchunmi ularning No'ruzlik yezib berish haqidagi talablarini bir bahonalar bilan rad qilib yuratdi. Mana amdi bozor tarafdan kelganlarning kelturgan xabaridan ata sahardan boshlab soy bo'yining qizib ketadiganligi aniq bo'ldi. Balalar amdi dadisining har qanday bahonalariga unamay, uni No'ruzlik yezib berishga istashga boshladi. Yomonni yordani qistang degandek, meni hammanglar qistanglar, hammanglarga No'ruzlikqa naga baray? Nadin topaman uncha gapni? deydi Nizomiddin bolalarining tatliq erkilishlaridan suyungan holda yolg'on og'rinib. Mollakanglar bo'lgan bo'lsa-ku, No'ruzlik deganga ko'mibla qo'yatdi, deb gap qisturdi Zo'rxon. Uning ichi bir daryodida qo'shoq yozg'onga tugaydigan emas. Shuni deyman, dedi Nizomiddin ayolining gapidan inisini yodiga elib va chiroyimi bir oz qaradab ketdi. Mamtili bo'lgan bo'lsa, butun buyomatning bolalariga No'ruzlik yezib bersimi, gap tugab ketmaydi. Dadasining chiroyidagi o'zgarishni birinchi bo'lib bayqagan G'ani No'ruzlik haqidagi g'albini qo'yib, dadasiga ichi og'rigandek gapning temisini boshlamchilik bilan buridi. Mollakamning gapini to'liq qilibmi, bizni ko'rmay turibla uningga amroq qilyaptinglar. Mollakam to'g'riliq gap qilib bergina bo'lmasa, Mollakam bugun oqshom kelib qolsa ko'ring, hech nima deb bo'lmaydi, dedi Nizomiddin allaqandoq umid bilan papilinib. Allohga oson. Vay xudoyim-ey, ma odamni, dedi Zo'rxon yiqimliq tarzda erini ayblab. Kichik boladek shu gap bilanla amdi kelsikan deb qo'ysa, kelidikan degili turdi-ku. Yo'q, degining bilan men bekadilla xiyolimga kelganni da'vatmayman. Yaqinningizni tushlarimmi sal boshqacha. Tungundan beri qopqimmi to'xtamay tortyotidi, dedim-ku. Biroq Zo'rxonmi erining turqidagi bechorlikni pamlab, ko'ngil yasab, gapni o'ngshidi. Rost deganda kelib qolsa ajab emas, juma. Bir necha kun bo'ldi, eshik oldidagi terakda sig'ison sayrab qilyotidi. Amdi ular No'ruz haqidagi talashlarni unutib, bu uyda har qachon sig'inish va hurmat bilan tilga ilinib, yodlanib turadigan Mamtili haqida parang'a tushdi. Mollakam shundoq ishqiboz odamkan, qo'shoq yozsa tugamaydikan. Sen nimishga yozolmayman deysan? Aksi bo'lgandikin, sen uningdan cho'ng bo'lgandikin, mencha sen texmi bak yozadigan yerda, dedi hayron bo'lgan Oyimgul. Sen ajab o'rganmabdikansan ha? Cho'ng bo'lgangila bo'ldigan ish emas-da bu bolam. Bu degan Alloh solgan bir o't. Bundoq o'tni Alloh hamma odamga silavermaydi-ku. Bu degan bir yerda o'qib o'rganildigan mo ish emas. Ular Mamtilining yurtdagi vaqtlarini, balalarni qator qilib mash dastib yurishlari, o'zlikidan ularga dars berib yurganlari, shuning bilan kichik turibla apandi otilib qolgani, tambur chilishidagi ustaligi haqida balalarga asosan yod bo'lib ketgan, ammo anglasa yanala yangi tuyuladigan aslimlar bilan uzoqcha ichilib yeyilishdi. Ular oiladagi eng ko'ngillik va qiziq tema bo'lgan Mamtili apandi tog'isini aslashdan keyinmi, atki No'ruz haqidagi orzusini unutib qolmadi. Nizomiddin ularni bu talablarni unutib qolgandu deb umid qilib turadi. Ammo gap oxirida yanala bu haqda va'da ilishni unutmagan G'ani. Shunda qilib, sayga operasyon rost bo'ldi-ku, dedi qistab. Bu qadar ko'ngillik aslimlardan keyin balalarning sabiy umidlarini yerda qo'yish Nizomiddinning qo'lidan kelmaydi. Shundoq bo'lsa-mu, balalarning ta'rifini ilishga hozir turgan ona rad qilishning oldini olish uchun oldirab saloh qildi. Amdi ma'qul dang, o'zingizmi kichikkina echilib qolarsiz. Tunish bilishlaringiz bilan shu yerda uchqishib,
birdam yerimdam ich qarninglarni to'kishib olarsizlar. Balalarmı bir puqadan chiqsin, bechoralar to'la deb ketdi. Manmu shuni o'ylab turyotiman. Amsa balduroq yetib, atigan qopishqa hozir bo'linglar. Ammo No'ruzliq yozdirman deb meni qiynamaysizlar. To'g'ri, agar soy bo'yida tunishlardan qo'lidan keldiganroq birasi balduroq uchrab qolsa yozdirib berarman. Kimmi uchqisha deysiz? Dedi Zo'rxon yana balalarga yon besib. Bo'lsa bo'lmasa ikki kalima bir nimani pomlab beray demedingiz. U degan pomlaydigan narsa emas, u degan she'r, dedi Nizomiddin Zo'rxon tushunmaydigan bo'lsa-mu, she'rga bo'lgan astoydil muomalasini bayon qilib. Haqlarchilik qo'q qamlashtirar edingiz, o'lgan jiningizda. Ammo men haqdak o'ylamayman. Tuzi yo'q bir nimani she'r deb mening bolalarim o'qib yurmasin deyman. U yana jiddiy tartishga boshlagan qopiqini barmoqi bilan besib, pichirlab bir nimalarni dedi. Uning qopiqi tortayotganini bilgan Zo'rxonmi "Yarashqili nisib qilar, ilohim" deb tilakini bildirdi. Davomi bor.